Siz bu videoni bemalol o'tkazib yuborishingiz mumkin agarda terilmagan qoshlarga forma berishni bilsangiz. Juda uzoq vaqt kutilgan video darslik. Obunachilarimiz talab va istaklariga binoan terilmagan qoshlarga bugun forma berishni o'rganamiz. Model qizimizni qoshlarini fiksator yordamida birinchi pastga, keyin tepaga qarab tarab olamiz. Bo'yash texnikasi 3 qismga bo'linadi. Bosh qismi, o'rta qismi, dum qismi. Qoshimizni har doim o'rta qismdan dum qismiga qarab bo'yashni boshlaymiz. To'q malla tendan foydalangan holda qoshimizni har doim bosh qismini ochroq, dum qismini to'qroq bo'yasak, shunda tabiiy ko'rinishga ega bo'lamiz. Ikki xil bo'yalgan qoshlarimizni bir xil formaga keltirish, ortiqcha tuklarni yopish uchun konsilerdan foydalanamiz. Xohishga ko'ra qoshimizni dum qismini nisbatan salgina ten yordamida to'qlashtirib olsak bo'ladi. Yana nimalarni o'rgatishimni xohlaysizlar? Izohlarda yozib qoldiring. Ha, aytgancha bu videoni qosh bo'yashga qiynaladigan dugonalarga jo'natib qo'yinglar. Shunga o'xshash